Xo'p, yana assalomu alaykum. Amirov TV kanali. Amirov TV 1, 2, 3, ya'ni Jaydari TV kanali, 2 ta 3 ta kanal. Qolaversa oxirgi mana bu Toybola kanalimizning aziz obunachilari, qaddi bilan qadri undan ham bilan bo'lgan aka-ukalarimiz, do'stlarimizga barchangizga assalomu alaykum. Yangi G'iyos aka kanalida sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham mamnunman, xursandman. Mana shu kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Endi bundan buyog'iga postoyanno mana shu kanalda bo'lamiz. Bu kanalimizda endi ana u Telegram kanalimizdagi bitta hurromi bor-ku, hurromi. Nuqul bizda ana 18 yoshlar kirmagan yosh bolalar profildan kirib turib, bizga nima deydi? Jalba tashlayotgan bitta hurromimiz bor-ku. Ana o'shani ham qutuldik akalar. Chunki nimagaki YouTube'ning 3 kun vaqtimiz ketdi. 3 kundan beri bilasizlar, kanal ochilish kerak edi. Mana endi ochdik, ruxsatnomalar pon oldik, o'yinimiz haqida qisman ruxsatnomani oldik. Hech qanaqangi 18 yoshga kirib, 18 yoshdan balandlar uchun biz video qo'yayotganimizni ta'kidlab o'tdik va qanaqangi kelib jalba berishdan qat'iy nazar YouTube endi ularning jalbasini qabul qilmaydi. Chunki men YouTubedan to'liq qonun qoidalar bilan tanishib va ular bilan shartnomani tuzib kanalimizni ofitsialni ochib oldim. Oldingilarning ofitsialni kimnidir kanalini sotib olardim, kimnidir yoki olardim yoki shunchaki tavakkal Dile Minia deb ochib olardim. Endi bu Dile biznes uchun ochildi va G'iyos aka kanali nomi berildi. Agar kimda kim G'iyos aka nomini qo'llab kanal ochgan taqdirda ham akajon, bitta jalbam orqali YouTube uni kanalni udalet akkaunt qo'yadi. Shu narsaga erishib oldik. Yangi kirib kelganlar, aka-ukalarimiz, do'stlarimiz, yangi videomizni ko'rib turganlar, bitta layklarni bosib qo'yamiz. Mana shu efirimiz ochilishiga endi bizga 100 ta obunachi, sraz obunachi kerak va mana shu video 4000 minut ko'rilishi kerak. O'shandagina bizning prямой translyatsiya ochiladi. O'shaning uchun mana hozir 2,5 minutga, 3 minutga yaqin video qilganman. Buni to'liq ko'rib chiqing, imkon bo'lsa yana bitta ko'rib chiqing. Xo'pmi akalar? Omadlaringiz bersin. Demak, oxirgi o'yinimiz Trekcraft Tower 5 ta $1000 va 100 ta 2000 rublik, 100 ta keyingi turga bo'lgan besplatni bilet o'yinimizda 2200 ta biletdan hozir 281 ta bilet qoldi. Og'aynilar, akalar, ukalar, kimda bilet olmagan bo'lsa, ekrandagi mana WhatsApp raqamimiz bemalol murojaat qilib bilet olishlaringiz mumkin. Finalda kutayotganlar bozor kuni Moskva kuni 20:00 da final bo'lib o'tadi akalar. Omadlaringiz bersin. 1000 rublga 3 ta bilet olyapsizlar, 140 mingga 3 ta bilet olyapsizlar, 6500 tanga 3 ta bilet olyapsizlar. Xo'p, yangi turga start beriladi albatta. Yangi turga bilet albatta 300 ta bilet bepul beriladi. 300 ta bilet. Bu 100 ta besplatni bilet отдельная tema. 300 ta bilet besplatni beriladi. 300 ta bilet faqat